Cevap tuqqanmisamada. Yo'q, amdan men aytganlarek qisqa amdan dedimchu. Sizlarning aytgan bilmayman. Tushdan keyin hozirsilar? Hozir 5 oldu bizga. Tushdan keyin saat. Saat 2'larda sizlarning tez kelishib ketadi ekan. Boshqalari 2'da qilibdi o'sha. Tushdan keyin. Qarasam, yiziq. Gap qilmang. Assalomu alaykum Uyg'ur Sitam Supsining aziz ko'ruvchilar. Men riyosatchi do'stim Zulhaya Nazuk. Bugungi yangi programmamizda Soyumlik Ali Mərimiz Maysa Mutallibədimiz bilan söhbətdə bo'lamiz. Avval söhbətimizni başlaşdan burun zadi bu Uyg'ur Sitam nemish qildigan ya, nada dangliq muvaffaqiyat qozongan odamlarning hammasini birdan yig'ib akilib ziyorat qildik ya. Bu zadi kim o? Uyg'ur Sitam gruppasi, Supsi. Mikrofonum yok. Zada nimishlarni qildigan gruppa degandek savollar kallanlarda o'qilish mumkin. Shunga Maysa madamizni 2 minut saqlatib qo'yib turib, mush Uyg'ur Sitam to'g'riliq men biroz tushuncha berib o'tgandan keyin andan suhbatimizga rasmiy holatda boshlab kelsak, Maysa mada 2 minut sizni saqlatib qo'ydigan bo'ldim. Rahmat. Ondan olsa Uyg'ur Sitam gruppasi Turkiyadagi bir necha ilg'or fikrli yoshlarningki o'rtoqlashib qurgan Uyg'urlar orasidagi ilm-fan qizg'inligini qo'zg'ashni maqsad qilgan robot, programma tillari, matematika, fizika, biologiya qator tashkillaydigan mush Uyg'urlarga ilm-fanga bo'lgan ishtiyoqini kuchaytirishni maqsad qilgan bir gruppa. Bu Uyg'ur Sitam ekranimiz, Uyg'ur Sitam programmamizning tarmoq bir projekti bo'lib, Uyg'urlar ichidagi muvaffaqiyat qozongan bir turkum kishilarimizni Uyg'urlarga tanitish, shularning sezgirashtirlari, jarayonlari orqali Uyg'ur yoshlarga, Uyg'ur o'smirlarimizga, ota-onalarimizga texnik ilhom bo'lish orqali sizlarga yaxshi bir xizmat qilish niyatida hozir shu bevosita taqdishni qilib o'tiribdik. Bugungi aziz mehmonimiz Maysam Mutallibadimiz. Maysam Mutallibada hoş geldiniz. Hamdan rahmat. Avval qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi programmamizni, ziyoratimizni qabul qilganligingizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Ondan sonra aziz ko'ruvchilarimiz bu Maysam Mutallibadimiz zodi kim o degan savol kallanlar shakllangan bo'lishi mumkin. Balkim ko'pinchalarimiz bilamiz, ba'zilarimiz bilmaymiz. Shunga Maysam hadimizni qisqacha men bir tanishtirib o'tay. Maysam Mutallibadimiz Uyg'urlar ichidan chiqqan eng dangliq biologiya olimlarimizdan birisi. Uyg'urlar orasidan ijtimoiy fanlardan nurg'unlagan muvaffaqiyat qozongan shoir yozuvchilarimiz ko'p, ammo tabiiy fanlar orasida muvaffaqiyat qozongan kishilarimiz biroz oz bo'lganligi uchun, bo'pmi Uyg'ur ayollarning ichida texmi bek oz bo'lganligi uchun Maysam Mutallibadimizdek bir hadimizning Uyg'urlar orasidan chiqishi hammamizni bek so'yindirdi. Ondan sonra Maysamada qolgan gap so'zlarni men sizga qo'yib bersam, ko'ruvchilarimiz sizning og'zingizdan ovozlarni anglashga shunchalik tashnab bo'ladi. Undan bo'lsa Maysamada siz kim o? Bugungi mush muvaffaqiyatlaringizga qanday kelgan? Beshingizdan qanday sezgirashdilar, tajribalar o'tdi, sizning o'qish tarixingiz qanday? Shularni sizning og'zingizdan bir anglagan bo'lsak. Rahmat. Yaxshimisizlar manglar? Mening ismim Maysam Mutallib. Men o'zim Olmaotaning tug'ilib o'sib Qozog'istonda cho'ng'gan. Mening ota-onam opamning tarafidan, dadamning tarafidan Uyg'urlar. Shu bizning Olmaota Qozog'istonda momlarimiz, bog'larimiz ikki tarafdan o'sgan. Dadamning tug'ilgan yeri G'aljatda bir yezi bor. U shu G'uljining yaqinligi. Mana bizning shu Qozog'istonning endi eng shu chegara tarafidami? Chegara tarafida 1 kilometrga chegaradan G'aljat degan yer. Dadamdan so'rasam, qanday jiroq G'uljidan desam, 40 kilometr deydi.
Elida Eli Daryoning ashuni u chetida G'ojiga, mon chetida Qozog'iston boshlaydi ekan. Shu Qozog'istonning chegirda shu G'oja degan bir ma'lum ekan. Uni qancha 100 ming yillab ashtaq bir yil bor. U dadam shu tug'ilgan yeri dadamning tuxumlari ashadin keldi ekan. Qozog'iston bir Almatdan bir 300 kilometrmikanda ashtajira. Shu G'ojiga yo'lda. Apam taraf Başqa hazır Qozog'iston chegarasi desangiz, ash Qo'rg'os taraflarini Qo'rg'os tarafda. Yarkat degan Shaybosh, G'ojat, Kengash, Cho'nja, shu Uyg'ur rayonida bizni Olmutning yenda. Nurg'un Uyg'urlar shu G'ojining yo'l Olmutdan G'oji manganda yo'lda shu sabli Uyg'ur mallar turdi janda. Shu mallarda sabli Uyg'ur turdi. Ularning 90 necha % Uyg'ur yashaydi, Uyg'urlar yashaydi. Shularning vatanda qanday yashaydi bizni shu Olmutning o'pcharisida shunaqa Uyg'ur mallar bor. Bir bir Uyg'ur malda opamning tuxumi Toshtiqar degan yerda yashadi. O'sib chiqibdi. Shu momlarimning, bog'larimning u opam tarafda. U Olmutning bir 30 kilometr. Shu G'ojiga mangdigan yo'lda turdi shu tug'ilib o'sgan. Shu Uyg'urcha o'sdik bizmi? Shu qandaq biz hammamiz bundaq nima bir cho'ng shaharlar tumgan Olmutning yenda bo'lganligi bu mallada butun biz shu yezda o'sha yashab o'sdikda bizning o'zimizning yer bor, bog'larimiz bor, bog'lar ya mollarni tutib, opam dadam men kichigimda shu mollarni tutadi, kollarimiz bor, qo'ylarimiz bor. Shundaq biz meni shu bir Olmutda o'sib cho'ng'gan deydigan nurg'un xalq deydigan bizni Uyg'urlar. Ya Teknologiya olimi degan keyin Amerikadagi bir tajribaxona doktor kichkidan tortiblamış cho'ng shaharlardan ilg'or sharoitlarda binolarda turib bundoq o'smagancha o'zim o'sha uylarda o'sib, momlarimning uylarida opada tiqchi, dadamning opasini opa deb o'sgan, o'zimning opamni hada deb o'sgan. Shu qilib o'sgan. Endi men kichigimdan biologiyadan endi maktabda amdan o'qidim, biroq bunda biologiyada men kim bo'lman deb o'sgan cho'ng'anda doktor bo'lman deb medical doktor. Shu yomon shu bizni to'xolar bor birdim og'ir qolsa ashlarni saqaytirib kollarni hadam opamizni hadanda jiran qarab boqayli. Yomon bir bilan saqaytirgan yaxshi ko'ratincha kichigimdan. Shu medical schoolga borman deb cho'ng akam shu kerak. Mendan bir 5-6 yosh cho'ng shu ketgan Moskvaga o'qishga. Shu men maktabni bitirmadi degan yili dadam mesh Olmutda o'qing desa, men akamning qishiga bormay deb turibman-chi. Keyin akam xat yozadi-chi. Boshlang'ich maktablarni hozir siz degan shu yezida o'qidingizmi? Yezida o'qidim. Bundaq bir special bir maktablar emas. Endi bizning Avat degan yezda, u yezda endi bir Olmutning bir 30 kilometrning yenida, shu G'ojiga mangdigan G'ojining yo'lda o'tirdi. U yerda bir 50% ya 70% Uyg'urlar turgan. Keyin boshqa millatlar turibdi. Endi bundaq nurg'un bizning millatlar, o'rislar, qozoqlar, endi bir chechenlar bor. Shunaqa ashlar bilan o'qigan. Shu yerda o'ris maktabi yo'q-chi. Nemishga desangiz, sabli Uyg'urlar bo'lmagandiki, yerda o'ris maktabi bo'lganda, bular har bir millatga bir maktab o'zining tilida qilolmaydi. Shu vaqtlarda shu biz o'qiyotgan dadam maktabga bir muallim bo'lib kelgan, shu Avat degan yezga. Yez desangiz bir 10 mumkin tanlashda bir maktabda 1 ming o'quvchilar bor. Endi yo'g'andaymiz endi. Biroq u mana bir cho'ng shahar emas. Shu maktabga dadam muallim bo'lib kelgandiki, shu yerda o'ris maktab kirib ketdik-da biz. Dadamning mallarida bo'lsa, hojat o'sgan bo'lsam, men maktabdan bitarsam, meni Uyg'urcha
tilim omdan bo'ladi endi. Hozir men o'sha uyda gap qilib, o'rs maktabga berib, uyda opam bilan, momlarim bilan, dadam, bilan shu uyda uyg'urcha gap qilardik. Talay chiqsam bundoq qo'shnilarimiz ham til uyg'ur emaschi. Ular bilan o'rscha so'zlab o'sgan. Ya hozirmi Uyg'urchangiz shunchalik chiroyli, shunchalik yaxshi gaplar ekansiz. Mayli, men vatandagi Uyg'urlar bilan nurg'un aralashmaychi. Ular bilan Uyg'ur tilim omdanroq qoldi. Endi buni arabcha, Uyg'urcha o'qib yozadigan kun qolsam, shu vaqtida omdan bo'ladi-da. Bo'lmasa men undaq Uyg'urcha gap qilib 17 yoshimda men akam Moskvada o'qiyotgandiki, keling deb akam shu Moskvaga borganda akam siz medical schoolga tushib nima qilsiz, mush men o'qiyotgan universitetga tushing deb meni shu u Timirazevni agricultural deydi u akademiyada o'qiganchi biz. Endi bu mollarning nimalardan kasbisida it's animal science deydi mol. Shu mollarning geneticsda masterni o'qib, akam bilan bir kasbida o'qigan. Akam cho'ngaroq Shuhrat akam o'qigan. Men Aqsadan butagan. Shu men bitirib, men qanchinchi yili? 89-yilmi, 88-yili men master degreeni elib, Olmaotaga qaytib keldim. Olmaotada men shu ishlayman, xizmatni topolmasdan bir 6 oylik bir to'xov fabrikasida ishladim. To'xov bizni bir fabrika borchi, mayli. Ishladim, 6 oy ishladim. Shu Böyle yetib qoldi. Men hozir jarayonni to'g'ri tushunolmadim. Boshlang'ich maktabni Yezida o'qib tugatdingiz. Andan keyin to'liqsiz va to'liq o'rta maktabni Olmaotaga berib o'qidingiz. Oliy maktabni Moskvaga berib o'qidingiz, shunami? Men butun maktabni shu bizning Avat degan yezda high schoolni bitadim. Ha, Hamma schoolni ham Olmaotada emas, shu Avat degan yezda bitadim. Andan maktab hayotingizni Moskvada boshladingiz. Keyin kollejga shu Moskvaga bordim-da. Qaytib to'xolanda oldingiz. Keyin men uni master degreeni elib, shu 5 yil o'qib, keyin Olmaotaga yeni kelganda xizmatni bir 3-4 oy izlab, keyin dadam mayli, bizning to'xov fabrika bor, ishlab turing dedichi. Endi uyda o'tirmaydiganga eshak berib ishildim bir 6 oy. Shu bir veterinarian veterinarian departmentda ishladi. Orada ishladim. Keyin men o'zim science'ga kirman deb, olim bo'lman deb, Olmaotada bir institut bor, biology institutni, shu ishga xizmatni nima qilib, shu research assistant bo'lib ishga kirdim Olmaotada. Yerda 1,5 yil ishladim. 91-yilgacha. Tadqiqot yordamchisi bo'lib 1,5 yil Moskvada qaytadan yana xizmat qildingiz, shunami? Keyin Olmaotada. Olmaotada. Keyin men shu PhDga kirmadim. Moskvaga yeni keldim. Shu 91-yili yeni keldim. Shu 91-yildan shu nima human medical genetic deydi. Shu odamning shu nima geneticsni butun medical bo'lganiki, bularning qanday bir og'riqlar bor odam bolasining shu tuxumidan boshlaydigan og'riqlarchi, shu bolalarga, navaralarga shu tuxumdan shu og'riqlardan medical genetic institute bor Moskvadachi. Shu institutga nimishki yerga kirdik desam, akam bilan biz yashada stem cell shu o'g'il hujayraning
Shu mushuklarnikini, u vaqtida mushuknikini, mushuk emas, chashqannikini Ya. rost. Bunday odamniki u vaqtlarda yo'q-da, butun dunyoda odamning undaq xo'jayinini chiqaradigan vaqt yo'q-da. U birinchi 81-yili shu chashqandan chiqaribdi-ekan. Uni nemishki shundoq uni qilma demayotsangiz, u butun umringiz ashundan boshlaydi ekan-chi. Butun Siz insanlarning g'o'l hujayrasini tadqiq qilish 1981-yili Chashqan 91-yili, 91. Moskvaga kelib, ashunga PhD ashuna 91-yili kirib ashuna boshlagan, mush kungacha shu kasbida ishlayapman. 5 yil shu PhD'da o'qib, keyin 95-yili bitirib, shu keyin mundaq bir Amerikaga berib, bir yerda ishlayman deb, uni mundaq o'ylamabman hech qachonchi. Nemishki desangiz, men u Moskvada o'zimning yurtim bo'lmagandan-keyin u yerda o'qidiganga keldim-da endi. Keyin shu Olmaotaga ketaman. Olmaotada bir yerda shu bir institutlarda olim bo'lib ishlayman deb, ashundoq o'ylab, ashundoq qilibman-chu. Nemishki desangiz, o'zingizning yurtingizga shundoq sevinasizki, ketmayman deyman-ekan. Shu opam, dadam sig'inib, momam, hadam hamma tuqqanlar hammasi Olmaotada. Ashta deb o'ylagan. Hozir qarasam 25 yil bo'libdi Amerikada ishlayotganim. Shu baribir yurgingiz shu o'zingizning yurtida. Qancha yil qayerda ishlamasangiz shunaqa. To'g'ri, hayot har qanday go'zal fursatlarni ba'zidan o'zining vataniga, tug'ilib o'sgan yeriga yetmaydi. Maksudida undan bo'lsa, siz shu Olmaotaga qaytib maktablarda ishlayman deb o'ylab yurib, bu Amerikaga kelib, bu o'qish jarayoningiz, hozirgi shu tajribaxonaning direktorligigacha bo'lgan shu muvaffaqiyat jarayoningizda qanday bir qarorlarni oldingiz? Ya'ni o'tgan bir ayol qanday bo'lib Amerikada kelib qoldi, tajribaxonaga direktor bo'lib ketdi, mush jarayonga qiziqdik biz. Rost, bizning shu 91-yili bu Sovet Union'da birinchi, Sovet mamlakatichi, ana butun 15 shu mamlakatlar 91-yili bo'linib ketdi. Qozog'iston bo'linib ketdi, Rossiya bo'linib ketdi, O'zbekiston hammasi. Shu vaqtda bo'linib ketganda bu qiyinchilik boshladi-chi. Nemishki desangiz, bunaqa olim kasblarga, bizning kasblarimizga xizmat yo'q. Shu institutlar hammasi yopilib, endi butun olimlar xizmatsiz qilib, boshqa bir xizmatlarni qilib, ashunday bo'lib ketdi-chu 90-yillarda. Men o'qiyotganda-chi shu PhD'da o'qiyotganda yomon qiyinchilik vaqtida o'qitdik-da endi akam shiklang. Uni necha qitim urug' tuqqanlar, tashlanlar, nima qilsizlar, baribir bundaq xizmat topolmaysizlar, bundaq o'zinglarning kasbinglar deb ashta degan-chu. U vaqtida menga kim yordam qildi desangiz, ota-onamiz Olmaotada. Shu hadadamiz, opamni, hadam, dadam shu o'qib shuni bitirolmasanlar bo'lmaydi. Nemishki sanlar shundoq azob, shundoq qiyinchiliklar bilan o'qish o'zingiz tushib, akam bilan akam endi uni o'qib olib, shu diplomni olib, keyin nima bo'ldi, bir xudoyim bir yo'lni ko'rsatdi deb ashta voy qanaqa biz yeydigan tiyin yo'q-da, pul yo'q. Endi shundoq ajoyibchilik bo'lib ketdi-chu 90-yillarda. Keyin shu yomon qiyin bo'lib ketamdiki, sizlarga qanaqa sizlar yordam qilsizlar bizga ishimizda-endi, ishki bola Moskvada deb nima qilganda, dadam bilan hadam biz bir nima mollarimiz bor, uyda mollarni tutadiq-chu. Shu mollarni shu o'stirib, shu qo'ylarni keyin shuning puliga
biz sizlarni o'qitmiz deb g'ashdan nima qilib yomon qiyinchilik qoldi-chu ota-onamiz. Shu akam siz amdan o'qimasangiz shundoq jafo bilan ota-onamiz bizni o'qitayotgandiki, biz shuni eng birinchi chiqib, eng birinchi o'qish kerak. Hamma nimani shundoq hech nega qaramasdan shu o'qishni, shu kasbining nimasiga kirib ketdik-da akam ishgan. Shu vaqtida keyin o'qib bo'lgandiki, biz u kasbini qandoqlach bu chet mamlakatlik shunaq amdan keyinchi bu kasbiy. Keyin akam Germaniyaga 1 yilga ketdi, 95-yili. Men shu Moskvada qolgan. 1 yil Moskvada ishladim o'zimning institutda. 1 yildan keyin akam shu Amerikaga kelganda men boshqa universitetda bir professor manga xat yozdi. Mana sen ko'rdim bir konferensda sen o'zingning ishlayotgan nimani artiklni topshiribsan-ki, shuni o'qib shunaq yaxshi ko'rdim sening qilgan ishingni Moskvada. Men kelib mening bilan ishlapasan 2 yil deb so'rdi. Bundoq qarasam bu professor American. Onu men shuni amdan biladim-da, qilgan ishlarini, shundoq suyunatdim-chi. Bu odam bu Nobel laureatdan bu qandoqlachi menga bundoq xat yozdi, men bilmasdan. Men email orqali yozibdi-da 96-yili 1-oyda. Uni men meni chaqchaq qilyapti-da. Bizning nurg'un laboratoriyadan do'stlarim hammasi chet mamlakatlarga ishlaydigan chiqib ketgancha, akam bilan birga chiqib ketgan nurg'undicha. Ular chaqchaq qiladi-chi. Shu bular chaqchaq qilyapti. Men yolg'iz, men kichikdim, vaqtida yashariq ulardan. Men yolg'iz qolgan laboratoriyada. Bu men chaqchaq professor itidan yozgan o'shaydi deb, men uni nima qilmabman-chi. Javob bermabman professorga. Men yolg'on debchan deb bu Nobel laureat menga nerdan bildi meni qanday yozuvdi deb ketdi. Keyin bir 4 kundan keyin mening laboratoriyamda Moskvada aytmadim-chi. Professor menga yozibdiki, bu meni aldab chaqchaq qilayotgan o'shaydi akamlar, shu mening do'stlarim shu Amerikaga ketganlar desam, ko'rsatgina neyim deb yozibdi deb mening bir ishlayotgan bir olim uni ko'rib, yo'q, maysam undaq sen chaqchaq qilmaydi, neymiş desang qaramaydi, shunaq o'zining nemalarini yozibdi, undaq kopiya qilmaydi deb. Voy, men u odamga undaq professorga men javob bermaginim deb birdan javob berdim-chi. Shunaqa qiziq bo'lgan. Keyin u professor Xuddi tushgan fursatni qochirib yotgan tos qopsizlar. keyin men bilan xat yozib, javob berib, mana nima qilsam, men seni kamayda qolibman, boshqalar seni bir yerga olib ketdi, bir xizmatlarga bergan o'shaydi deb, deb o'ylab qolibman deb yozibdi menga. Keyin men intervyu qilamsiz, qanaqa telefon orqali, u vaqtlarda bunday videolar yo'q-chi, 96-yili. Desam, intervyu qilmayman. Men sening dokumentlaringni International Department of Medicine Wisconsin universiteti topshirayapman bugun dedi. Men ko'rmasdan, men gap qilmasdan qandoq men xizmat oldi deb hayron qoldim-chi shu vaqtlarda. Shu men 3-oyda 1996-yilda shu vaqtda men Madison Wisconsin birinchi qadam kelgan. 2 yil kelgan shu kontrakt. Unda 1991-yili Sovet ittifoqi parchalangan vaqtida xizmat topolmay gangrab nemish qilsam bo'lar deganda Xudoyim oldingiz bilan avatib qo'yibdi-da, maysam. Uni kelsam, Madison Wisconsin universitetiga kelsam, bu shundoq bir dalollik professorda bu. Butun dunyoda bizning kasbida
bilmaydigan adam yo'q bu odamni-chi. Bilmaydigan olimlar yo'q. Shundaq davolab professorda. Shu uning laboratoriyaga kelib, shu bu odam uni nima desangiz, shu embriyo deydi, embriyo tuxum, tuxumdanda embriyoni shu butun shu nima mammalian deganni shu butun mammalian shu chashqandan topdamsiz, kola, qo'y, butun hamma mollarning shu embryology degan kasbida bu odam shundoq shu nimadan olim shu research qilgan odamchi bu professor. Men kelgan yili bu odam 70 yoshlarga kirib qolibdi-ki. 30-40 yil professor bo'lib ishlab, shu universitetda bir necha ming, 100 ming, necha ming professorlarni chiqargan odamchi o'zining laboratoriyadan. Butun dunyoda, Yaponiyadamisiz, Germaniyadamisiz, shu Skotlandda, Shotlandiya degan yerda Dolin chiqargan professorlar Rosen instituti bu odamdan shu bilimni olgan bu professorlarchi. Shu Wisconsin laboratoriyadan ashyadan chiqqan kelchi bu hammasi. Butun dunyoda embriology qilayotganlar. Bu odam unda olsam, shu kasbning peshvosining oldiga berib qolibsiz-da. Ras, uni nima qanaqa dedi, uning ismi shu aqsida Godfather dedi-chi, Godfather. Godfather degan eng ilqiy butun shu dunyoning butun embryology desangiz, shu Godfather desangiz, shu Neil First deb professor. Ana shu men Moskvada o'qiganda, u odamning butun shu qilgan ishlarini, butun publicationlarini hammasini o'qib chiqardim-chi. Ana shu men tushunmay qoldim-da, qandoqlarchi men ashtaq olgan hammasini ilqi arzusidagi odam shu ekanda, voy, ilqi odam, shu kasbdagi ilqi peshvo odam deb. Shuni tushunmay qolganingizda, menga u odam uchun yozmaydi deb. Yo'q. Mendoq kelsam qarang, bir laboratoriyaga kelsam, bir 4-oydan 1-kundan boshladim, 96-yil. Shu laboratoriya amdan keyin bir 10-20 odam bor. Biroq o'zi yo'q. Nega qayerda desam, bir triplarga ashtaq ketdi, chet mamlakatlarga, bir universitetlarda bir dokladlarni qildi shu. Ashtaq yomon nurg'un yo'l mangdi dedi-chi. Sen uni bir hafta ko'maymiz, 2 hafta ko'maymiz, ashta dedi-chi. Ha, bo'pti deb. Men tanishtirib, undaq ish qilsa deb men birdimdan o'gitadigan bir postdoc shu nima bir olimlar men hammasini tanishtirib ashtaq qildim. Shu nima endi o'zimning ishimni bilgandiki, ashuna ishga kirib ketdim. Kunda 16 soat ishlayman-da. Ertaga kirib ketaman. Yarim kechida soat 2larda, 3larda ketsak, uyga kelaman ashtaq. Xulaydan qilib. Yana soat 8da yana chiqib ketaman. Ashtaq. Keyin bir haftalardan keyin bu adam endi laboratoriyaga kelmamdi. Keyin men hech qachon ko'mdim. Endi bundaq rasmlarni qarasam, vaqt internetda bundaq yo'qdan qarab. Men ishlab o'tirib ketibman bu laboratoriyada. Keyin bundaq qarasam bir odam kirib kelyotdi. O'zini qana ahvoling deb birdim bilan so'rakati, yaxshi deb debman. Bu ingliz shundaq nima tez so'zlaydi-chandi. Yomon oldiram so'zlaydi. 20sini tushunmayapman men deganni. Endi 20sini emas, 90% davotqini yomon tez gap qilib kelchi ingliz. Uni bunaq kiyimlarga qarasam bir bunaq t-shirt, bunaq bir jeanslarni kiyyapti. Buni men bunaq ishlaydigan bir nimalar technical support deb qapmaychi. Amerika. Bu gapni shuvasi deb o'ylamabsiz-da, sirtqi qiyofati qarablar.
Ben bunu nereden bilmem bu professor ekanligini. Mening boshlig'im. Ilqinim, mening bilan ozroq gap qilib debdi, men Maya dedi. Maya sen buni ishingni bir taraf qilib tugatganda meni ofisga kirib so'zlashaylik debdi-chu. Men undaq demamdi u. Men uni tushunmayapman qarang. Bu katta bu odam chiqib ketdi laboratoriyadan. Men ishlayapman. Keyin mening ishlayotgan olimlarim, "Hey, sen nimalar ana ofisga kirmading" deb ashta so'ragatdi mendan. "Nimishga?" desam, "Buni professor bu" dedi. "Voy, shu Neil Freshman deb ashtachi. Shu bizning boshlig'imiz. Ey Xudoyim saqlasin. Bo'ldi, men chiqarizman, bo'ldi deb hammasini tashlab ofisga kirib ketdim-ku. Ofisga kirsam, bu Amerikalar shundoq bu o'zlarini shundoq cho'ng qilmaydigan haqchu. Professor dersiz, qandaq davoliq bo'lamisiz. Shundoq bir nimada Kemter. Rugash endi butun keyin voy makagin kirgan endi gap qildiqchi. Endi qandaq kelding, xush keldingmi? Endi men shu sen bilan tanishib olay deb ashta deb. Ilqini gap qildik, 1 soat gap qildimkin, yarim soat gap qildimkin. Shundoq tez gap qildi mening bilan. Tez gap qilganda hech nima tushunmadim. Meni mana so'rayotdi, men bugun ansirdim-chi, sizlar bir so'rsanglar, men bir tushunmay qolsam uyg'urcha debchi. U vaqtda inglizcha men hech nima tushunmadim-da. Bundaq tez gap qilsam, bundaq asta gap qilsa tushunadim-ku. Biroq bu yomon tez gap qilganki, men nima deyotganini hech nima tushunmasdim. Shundoq o'ylab o'tirib ketdim-da ofisda. Ya Alloh, men hech nima tushunmayapman. Endi meni chiqaradigan bo'ldi. Sen inglizni bilmaysan-ki deb deb o'ylayapman-da ichimda. Keyin deb yag'anda deb o'tiraverdim-chu. Keyin ras bo'pti deb devadim-da, keyin chiqib ketdim. Chiqib ketib ishimga endi laboratoriyada birdan qotmay, endi men xafa bo'lib ketman-da. Mening ishlayotgan olimlar mening qishim kelib, "Hey, sen nima bo'lding?" Voy, Xudoyim, endi men aytlik Moskvaga ketmasam bo'lmaydi-ekan. Nemishga? Mun professor so'rsa hech nima tushunmasdim. Javob beramdim desam, "Voy, uni ansirma, u yomon tez gap qildi" deb dedi-chi. "Ha, bo'pti" deb. Ertasi kelsam ishqa, men kutib ketibdi professor. Degan kelsam ofisga kirib keldi. "Chir, men sen bilan so'zlashma" deb. "Voy, meni rost chiqarayotganda ishdan" deb deb kirib kelyapman orqasidan. Kirsam deydi menga, "Sen tunugin yomon xafa bo'lib ketibsan." Menga depadi. Men yomon Amerikan bo'lgandan keyin men yomon unutilib qolmagan. Sizlar chet mamlakatlardan kelib, shu amdan so'zlamaysizlar, nurg'unlar chet mamlakatlarga chiqib, hech narsa ishlab, nim qilmagandan keyin sen inglizni bilsangmi? Amdan bilmagandan keyin men unutilib qolib, shunda tez gap qilib ketma. Mening gunoh bor. Sen uning nim qilmayjimi deb. Deb hayron qoldim o'qiningga. Men qolgan 5 yil ishladim professor bilan. Keyin inglizlarni o'rganib, shu bir o'rs yo'q, bir o'rs bilan so'zlashadigan, ya bir uyg'ur yo'q ya-da. Shu 16 soat damsiz, 12 soat ishlab, shu o'rganadiganni hammasini o'rgandim-chi professordan. Shundoq nima deydi uni? Mentor deydi-ku inglizcha, mentor. Mentor degan endi butun sizga olim bo'ldiganga shu donliq professor, Amerikan professordan hamma nimani o'rgangan. Deyman-da. Uzoq gap ketdim, kechiringlar. Shunday yaxshi tajribalarimizni beshozdan o'tgandan deb aytdingiz. O'zim sizga naqbek yaxshi yetakchilik qilib, haqiqatan ta'laydamdoq o'zingizning niyat maqsadlarga, tirishchanliklaringizga yarasha oldingizga fursat kapti.
Mening kallamga ikki savol keldi ya-da. Shu jarayonda siz til o'tkilidan qanday o'tdingiz ham iqtisodiy jihatdagi masalalarni qanday hal qildingiz? Shu jarayonlarda ikki narsa keldi mening kallamga. Shunga bir javob bergan bo'lsangiz. Englishni shunaq Englishni men o'zimning kasbimda shu stem cell g'o'r hujayra deydi-ku, shu kasbiga Wisconsin kelgan men xizmat bergancha nimishki desangiz shu g'o'r hujayra qilgan shu chashqanda qilgan birinchi 81-yil chiqadi. Biroq buni kallaniki ya qo'ylarniki ya adamniki shu hujayrani chiqamgan ekan hech nada butun dunyoda. Bu shu professor meni chaqirganda universitetga shu kalnikini shuni chiqirib berdianga shunga meni chaqiribdi ekan. Men bu meni shu kasbini o'qigandiki shuni qildi debchi shuni qilolaydi deb 2 yilning bir proyekti bor ekanda bu odamga shu pul olibdi bu shu Amerika hukumatdan shu proyektga deb aytmadim men shu senga yomon qiyin bu proyekt bundoq g'o'r hujayra kaldan chiqamoq yomon qiyin oldu. Nimishki desang men necha olmalarni akilib bir chet mamlakatdan hamma yerdan akilib butun dunyodan akilib uni chiqaramdiq dedichu shu kalning g'o'r hujayrasini chiqaramabdi bularchu endi mendan burun. Anashqa buni nimga ishlatma desang shu cloning ishlatamiz dedi. Böyle chiqmagan u vaqtlarda texi men yangi boshlaganda shu cloningga shu g'o'r hujayraning shu kletkasini shu kalning tuxumiga kirgizib klon yasaymiz deb nimqan. Biroq shu g'o'r hujayrani o'zini chiqarmoq embriodan yomon tez dedichu. Butun texnology. Shunga shu xizmatni beribdi Moskvadan meni agabdi bu professorcha. Shuni qilalamdi bu men Uyg'ur kelganimni bu professorga men aytmadim. Bir yil kelgancha men Qozog'iston bo'lganda men Uyg'ur bo'lman. Uyg'ur deganni bilamsa deb shuni tanishtirdim bu odamga. Shundoq hozir o'rgatdi bu odam 15-yil tuga qoldi. Biroq shundoq damliq professor bo'lib bu shu Uyg'urlarning history tarixlarini o'qib o'zi men kelib hayron qolibman men Uyg'urlar. Men bir shu Sharq Turkiston Sinjong'im bog'im keldi deb shu vaqtlarda men 96-yilda shu vaqtda degancha. Shunda O'zingizning Uyg'ur ekanligini degandan keyin andan professor Uyg'urlar haqida izlanishga boshladi. Anglabdi burunchi. Undaq birinchi qadam mendan anglabdi biroq burun anglabdi Uyg'urga. Iqni texmi o'qib, shuni nim qilib meni sen shundaq bir millatdan chiqibsan ekan. Sen shundaq tarixi shundaq kuchli bu dunyoda Uyg'urlardan deb men o'zi aytmagan adam. Uning men texmi qo'shal olib, texim ishlab men bir shundaq bir shu g'o'r hujayrani chiqirdianga ta'sosima men birdim qilsam bo'lmaydi-ku. Nimishki desangiz, shu Uyg'urlarning itidan men bir shu history qilsam bu laboratoriyada shundaq butun dunyoda bir damliq professor bo'lgandiki, men buni Uyg'ur turib uni qilamsam, voy qanday bo'ldi deb shundaq ishlab ketibman ekan. Hayron qolsiz. 6 oydan keyin men shu boshlaganda 6 oydan keyin shu laboratoriyada men laboratoriya meeting progressni qilgan ishimni men birinchi qadam
bütün laboratoriyani oldida nim qilgancha endi presentation qilgan. Shu yerda men birinchi stem cell shu stem cellni chiqardim kolnikini deb shu doklad qilganda bu adam shundoq nima hayron qolibdichu. Buni siz bunday men buni chiqardim deb delamaysiz-ku scienceda. Uni nima resultni ko'rsatish kerak. Result shu 6 oyda qanaqa resultlarni chiqardim. O'zim chashqannikini bilgandiki, biroq chashqan kala yomon evolutionda yomonroq turdi. Kala odamga yaqin, maymunga yaqin, kala bunday qarasangiz-chi, biology bilan biz kalla bilan yaqin bo'lmizgan. Biroq chashqandan biz yomonroq. Bu adamdan shu bu stem cell nimga kerak bo'ldi desangiz, odamning og'rig'ini shu bildirganga, qanday og'riq qanday chiqadi, qanday odamning tenida bo'ladi degan ashta. Ingliz bilan o'rgangan, laboratoriyada o'rgangan. Bir yerga bir klasslarga bordan vaqt yo'q. 10 soat, 15 soat ishlagandan ashta. Ondan siz Almato'ga keldiniz, tuyuqsiz oldingizga kelgan bir fursat bilan, kutib turayotgan fursat bilan kelib hech qanday bir yuqori saviyada inglizchangiz yo'q. Professorning yerim gapini tushunib, yerim gapini tushunmay ishlashga boshlaverdingiz. Professorning Uyg'urlarga bo'lgan o sevgisi, qizg'inligi, tarixga bo'lgan hurmati bilan texmi bekman tirishmasam bo'lmaydi ekan. Zadimish kalining to'ralmisi, kalining oshib o'luyjayrisini tip chiqaydi. 6 oyda kalining o'luyjayrisini tip chiqardim rost. 6 oyning ichida shu vaqtida. To'g'rimi? Rost. Keyin men kelib bir yildan keyin cloninga bu stem cellni cloning qilamiz deb cloning boshladim. Bir 3-4 oydan keyin shu laboratoriyada men shu cloning qildim, shu tuxum kallaning tuxumlarini yig'ib shu nim qilib shu qildimchu. Keyin shu cloning qilayotganda nima Shotlandiyada nima olimlar dolin chiqadi. Bir yil bo'lmasdan men boshlagan Wisconsinda. Keyin mening professorim biz shu terdan o'zingizning shu teningizdan shu gidigina bir azraq kletkalarni erib shuni gidigina o'stirib shuni shu ya kalniki ya odamniki ya kim qanaqa mal desangiz shu nimga kirgizib uni cloning deydi. Tuxumga kirgizib shu kletkaning DNAni shu tuxumga kirgazsangiz shu cloning qila olasiz. Bunaqa endi o'ng'ay emasda u technology, bir shunaqa bir test technology. Shuni cloningga men shu 97-yili boshladim, doli chiqqanda. Biroq bu professor shunaqa godfather bo'lgandiki, butun United States, butun media, ABC News demsiz, CBS News, New York Times, every news in the world. Nima Yaponiya demsiz, Italiya demsiz, Germany demsiz, hamsi Wisconsin keldi. Bizning laboratoriya. Ondan intervyu oldiga. Bu shu doli shu biologiya olim peshvoni ziyorat qilish uchun butun dunyoning hamma yeridagi xabar markazlari sizlarning markaz keldingizlarmi? Dolini qarang, Shotlandiyada chiqarib ularga endi biroq kim shu kasbini boshladi desa, mening professorim boshlabdi ekan. Shu Shotlandiyadagi professorlarni o'rgatgan shu mening professorim ekan. Anglashga hamsi bu Wisconsin kelib, shu Wisconsinda bundan intervyu oldi mening professorim Neil First. Bu professor shunaqa jo'ndi. Mening laboratoriyamda yana bir olim bor, Qozog'istondan kelgan, Moskvadan kelgan.
Muşu alımdan sizler körünglar, mana kloning qatqan bir tal alım ba mening laboratoriyamda. Bütün şu medialarni hammasini, bütün mamlakat, bütün dunyodan kelgan hammasini mening qishimga akirib, sen ko'rsatgan ol deb ashta qildi. Bütün şu kloning qandaq do'lin chiqargan bo'lsa, bütün şu tuxumlarni, kallaning tuxumlarini o'zim o'zim qilib bergan. Bu vaqtda men 1 yil ishlayotgan shu laboratoriyada. Keyin birinchi 3-oyning 1-kuni New York Times'da shu 97-yili birinchi nimda page'da shu New York Times'da mening qarta suratim bilan, rasm bilan Neil First bilan biz ikkilar chiqdik bir nimda maqol chiqdi. Birinchi betiga ishqinlar chiqdilar. Do'lin men chiqargandakchu va birda uyul qoldim. Men texib kloning qilib birini tug'ilib shu nimqimda qanday qilib men chiqardi deb ashta o'ylab ashta professorga desam, yaxshi mening laboratoriyamga kelgandan keyin mendan so'ragandiki, sen yolg'iz ishlayapsan shunda. Sen ishqi sen ishni bir chiqarsa, hozir bo'lmasa kalla nima qo'yishash emas, bir 4-5 oyda tug'ilmaydi. Men ishonma, sen yana 1 yil, 2 yilning ichida shu kalni klon qilib chiqarsa deb o'tirib oldi. Voy xudoyim dedim-da ichimda. Qandoq qilaman? Kloning qilgan yomon tas. Shu keyin shu maqola chiqib, ashta nim bo'lib ketdi. Keyin bir ishki muzayni men klon qilib chiqargan ras. 99-yili publication qildik. Men ash professorim bilan. Shu g'ol hujayrasini kalnikini o'zim chiqardim. Keyin kloningni o'zim ash muzaylarni o'zim klon qilganda. Shu vaqtda u professor bilan shundoq endi nurg'un o'rgandim desam bo'ldi. Englishni shunaqamdan o'rgandim shu laboratoriyada. So'zlaydiganimni, yozadiganimni, keyin shu hozir qana olim bo'lganimga shu professorga men shunaqa rozi desam. Ondan sonra sizning shu kasbiy muvaffaqiyatlaringizga, bugungi qadamga yetkazishingizga o'zingizning tirikchiligi, ota-onangizning shu 1991-yili Sovet ittifoqi hammasi unutib boshqa ish qilinglar, bu ishni tashlanglar deganda, yo'q, biz kalla qo'yni setib bo'lsin, sizlarni o'qitamiz. Bog'ni Ras. Bog'ni-chi, bog'da shundaq Olmutaga opirib, bazada sotadi shu ko'ktatni. Ko'ktat shu bog'da qandaq ko'ktat o'ssa, nima desangiz-chi, hamma nimni shu Olmutaga o'zi, bizning bundaq mashinalarmi yo'q deya o'zimizcha. Dadam hech qachon bir mashina olgan odam emas. Mashinaga nurg'un pul ketadi debchandi. Shu bolalarimni o'qitmayl debchi, bu ota-onam ashta qilibchi. O'zim mishkablarni shu ko'ktatlarni shu bozorlarga opirib, setib bo'lmasa, meni opam hadadaymiz-chi opamni. Maktabda 25 yil ya 30 yil o'z maktabda ishlagan muallim. Endi dadam muallim, hadam muallim. Keyin bog'larni, mollarni tutib, o'zining xizmatidan boshqa shu nima yakshanba kuni shu ishlab, kechqurundamsiz o'zining xizmatidan ishdan kelib, ashta qilib bizni cho'ng qilgan 4 bola biz uyda. Keyin yana o'qitgan, shu jabolar bilan bizni o'qitgan, ashta deyman. Shu ular onas rozi, professorga bir rozi desam, mush mening olim bo'lganimga, biroq ota-onam siziq. Ota-onam bo'lmasa, ashta yordam qilmasa, qayerda mabiyat bo'ladimi demamsiz? To'g'ri, hozirlikda bir bolaninki muvaffaqiyat qozonishida ota-onaning roli bek cho'ng. Ota-onalar o'ylaydiki, mening texmi bek yaxshi sharoitim bo'lsa, bolani texmi bek maktablarda o'qitsam, bolamning kelajagi yaxshi deb o'ylaydi. Ammo masala
qo'ldagilar yaxshi bir sharoitning bo'lishida emas, qo'lda bor sharoitni eng yaxshi shaklda bolaga hozirlab berishga. Rost. Maytimada haqiqatan shu kichik bir yezada tug'ilib, cho'ng bo'lib, boshlang'ich maktabni to'liq o'tirni shu yerda o'qib, oliy maktabga o'tib, oliy maktabdan qaytib kelib, to'xularni biqib, vaqtning shamoliga uchrab, yana bal qo'yib etmay, o'zingizdan kutib turayotgan fursatingiz qo'lingizga kelgandan keyin Amerikaga kelib, shu professorning yordami bilan, qo'llab-quvvatlashi bilan, bizning Uyg'ur millatiga bo'lgan ishonchi bilan 6 ay ichida kalidan g'o'l hujayrani ayirib chiqdingiz. Ondan 1,5 yil ichida boya siz deb o'tgan boshqa natijalarni qo'lga keltirdingiz. Keyin men shu u yerdan ketish kerakda, ashtaq avvallar ashtaq bir yerda turmaydi. Bu Amerikada ashtaqga, bizning shu Moskvalarda, Almutlarda bir yerda ishlaysiz, endi bo'ldi bir 10 yil, 20 yil ishlaysangiz, biroq bu yerda shu nima sen postdoctoral training deydigancha uni nima desangiz, shu PhD'ni olsangiz, u PhD'ni elib, PhD'ni ip olgandan keyin siz olim bo'lolmaysizga. Shu doktor, medical doktor, shu medical schoolni bitirib, doktorning nemisini practice qilmaydi uchun, nemish kelsangiz, hospitalga beriblar, bu odamni saqlaydiganga bundaq nima ish bermaydigancha bularga nemish kelsangiz, bular license olish kerak. Uningga residency deydi, doktorlar yana 1-2 yil, 3 yil shu cho'ng doktorlardan sizlar nim o'rganish kerak. Men shu Wisconsinga borganda, olim bo'ldiganga, o'rgandiganga 5 yil yana 5 yil o'rganibman-da bu professordan. Undan keyin men dedi, sen shu green cardni olding, endi sen shu Amerikada bir professor bo'lamsa, ya bir olim bo'lib, berib nim xalqiningga hozir qayerda xizmat topmasang, topalaysan, nemish kelsang, shunaqa amdan childing deb, hozir sen xizmat topmasang, ketmasang, men seni qo'yib bermay dedicha. Keyin men shundaq nurg'un bir intervyular bordim. Keyin bir mundaq bir yomon gidikina bir pharmaceutical bir company barka, bir biotechnology company. Bular Avstraliyada ekan, biroq Amerikada bir o'zining bir nemisini ichibdi, bir branchdandu, nim deydi Uyg'urcha uni. Men toz yaxshi anglayolmay qoldim, aysamada Amerikada bir tarmoq shirkati ichibdi degan yerimiz qilib qolgan. Nima Australian Biotechnology Company bir sharkat. Australiyaning sharkati, shu biotechnology sharkatga, shu Amerikada bir nemisini o'zining bir bo'limini ichibdi-chu Amerikada. Bular odamniki g'o'l hujayrasiga ishlaydiganga. Shu 2000 yilda shu Amerikada bir olim shu odamniki g'o'l hujayrasini chiqargan. U bir odam chiqargan vaqtida. Shu vaqtida uni shu nurg'un bir og'riqlarga shuni research qilganga yomon amdanchi bu g'o'l hujayra. Shu vaqtida shu kompaniya meni intervyu qilib, sen Amerikaning bo'limida sen ishlaysan deb nim qilgan. Men shu Georgia degan bir shtat borga, Atlantaning yanida. Shu Atlantani eshak berib, ashlar bilan 2001-yilda 1-oyda ashlar bilan qo'shilib, shu sharkatda shu Amerikaning bo'limida ishladim. Asha kelsam, men birinchi olim ekanman Amerikaning bo'limidachi, birinchi olim ularga. Adam bolasining g'o'l hujasini bular shu nurg'un tiyin qashiflab aptuchu, biroq uni men kelguncha bular jutirib qo'yibdi. Uni bilmagandik. Qancha pulga oldinglar bu shu stem cellni desam, bir vialgacha unda kichkina uni yetmadichu menga oldida. Keyin so'rasam $50,000 olibdi. $50,000.
O vaqtida ağını insan holocayrisi şuna ayrıp çıkıyor. vial, stem cell vial. Çende and onun qanchkintan Әшні ағанда оны жүтіріп қопты. Yok. Кейін yana bir 50.000 dollar төлеп, yana alış керек әшу birinci әшу University of Wisconsin'dan. Кейін оны sen өзің çıqırып ақын, яман нұрғын пол кететке деп әшін сорғанда маңға, мен әшу неймі adamlarning klinika hospital ba әшу artificial test tube baby qildigancha eshak berib Eşedi 4-5 ay işledim. 2001 yılda. Eşedi men özüm çeşkanın gol gücesini çıkargan adam boğandaki, kalnikini özüm çıkargan boğandaki, adamnikini man şuna oңайлы keldi qaran. Onu kılamaydı ki qaran. Hiç kim kılamaydı ki. Keyin qarsam dünyada men ikkinchi adam bo'pman-da, aşı gol gücerin adamnikini çıkargan. Keyin bu company bunu portfoliyodamsiz public bo'lib shunday cho'ng bo'lib ketdi. Nimishga desiz, bu company was one of the first company and butun dunyoda shu adamniki g'o'lg'ujarisini chiqargan. Men 5 adamdan 5 embriodan chiqardim-da bularga. Uni keyin Muş American government 2001 yılda şu ruhsat qildi. Şu mushu government funding qilgancha federal funding degani şu pulni şu Amerika hukumat şu researchga pul beramiz deganda shularning arsida 70 necha g'o'lg'ujari liniyalar, adam balasining liniyalarini hamsi topshiribdi. Butun boshqa universitydamsiz kompaniyalar hamsi qilibdi. 78 liniya qilibdi. Ularning arsida 11 liniya, 11 g'o'lg'ujari adamning liniyalarini rasmushu ras stem cell line deb shularning arsida 5 liniya menikiga yana 6 liniya shu birinchi chiqarganlarga. Boshqa qolgan qancha 60 necha 70 ga yaqin ular sizlarning ras emasga deb ularni nim qo'yibdi. Keyin shularning arsida biz ikkimiz qoldik-da endi. Mening company and boshqa university. Uning arsida keyin National Institute of Health dedi bizning Amerikada. Shu qanaqa degan desam bo'ldi. Shu 2001 yildan tatib I become very famous. Yaman itim yaman yo'g'an chiqib ketdi. Şöhret kazandı, sanık tuzmayısıyla dünyada ikinci bulup olacaksını ayırıp çıkıpsınız. Bütün dünyada ikinci bulup. Hakikaten famous oldu. Endi shu kompaniyada ishlaganda shu men yana 4 yil ishladim u yerda. Keyin shu MITga nemishki men chaqirib mashada laboratoriya ichbadi desangiz, u vaqtida 2005-yili MITda yo'qdi. Adam balasining stem cell shu g'o'lg'ujara nima laboratoriyalarda hech kim ishlamagan bu MITda. Keyin aşkı meni bir yil intervyuga akilib, 3 qatam intervyuga akilib, bundaq laboratoriya san ichib beramiz. Siz birinchi boshlaysiz bizning MITda. Harvard hozir ichildi. Bular competition qilibdi bir Harvard bilan university. Harvard University'dan sen bizni texim amdan ko'tirib yetish kerak biz MITni da bular meni shu nim qilib zarlab ashtaqni ketdik. Keyin men Jordan kelib birinchi laboratoriyani 15 yil bo'ldi. Mushu 8-oyda, mushu 20-yili 15 yil bo'ldi. Men birinchi laboratoriyani ochgan. Shu adam balasining g'o'lg'ujayraning laboratoriyani ichib, Whitehead Institute degani. Shu yana shunaqa nim bo'ldi ekanda endi
Yomon bir domliq professor bilan yana tanishib, ashuna bilan 15 yil bo'ldi ishlayotganim. Shu mening birinchi professorim nima? Neil First, Wisconsinda. Hozir ishlayotgan professorim bilan Gapimizni bölüp ötüp kaldım. Bizni hazır müşnak meydanda körüvatkan körürmenlerimiz sizden aşu sizge yardım kılgan peşva profesörünün ismini iniğrak bir dep bergen bolsa dep telpibek güçlük. Şu profesörünün ismini iniğrak bir dep bergen bolsanız. men birinchi professorni hozir u odam o'lib ketdi. Neil First. Neil First dedi. Neal and then first nima ismi family name first degani birinchi deganda endi. FIRST Neil First. Hozir ishlayotgan professor shuna damliq. Uning aytdi u Germaniyadan kelgan professor hozir shu bilishyapmiz. Rudolf Yanish dedi. Rudolf Yanish. U nima yuz bilmaslik. Oldu. Körülmenlerim çoxum yizib aldı. Onu biyologiyaga bo'lgan qiziqishi küçükler böyle sürüştürüp nim qilib baqaydiga o'xshaydi. Undan so'ng siz 2005-yilga qadar Çaşqan Golu Hücayrisini çıkardınız. Ondan keyin Kalından Golu Hücayrisini çıkardınız. Ondan keyin dünyada ikinci bulup Adam Golu Hücayrisini çıkardınız ve 2005-yili Dağlık üniversitelerinin birisi bo'lgan Massachusetts Üniversitesi'den biz sana tecrübehani içip bereyli, sen şu kelib direktorluk qilgin degan taklifni aldingiz, shunaqmi? Shunday hozir ishlayapman. Hozirgacha ishlayapsiz, 16 yil bo'lib qoldi. Shu vaqtda takliflardan Harvard Üniversitesi ise bütün hemimiz jirong turmiz, o dünyadaki dağlık üniversitelerinin birisi. Sizge kelgan taklifda sen bizga kelib shu tecrübehanini açqin, sen şu tecrübehanini açsan biz Harvard'dan masahada texim bek küçük bo'lamiz deb shunday taklif keldi shunda. Nima degan faxrlik bir ish. Uyg'urning qilgan ishi bilan dunyoga dağlık Harvard Üniversitesi'den biz texim bek yüksek bo'lamiz, küçük bo'lamiz degan. Mush kunda Harvard bilan compete qilmizchi. Endi butun o'zimning kasbida kim qayerda ishlaydi hammasini amdan bilmaychi. Bundoq amdan tanishmizchi endi. Endi ular menga yozadi, men ulardan bir so'ramlarni so'rayman, bir-birimizni tanishib, shu bir mitinglarga bir qatnashib, ashta qilamiz. Mush kunda endi nurg'un endi publicationlarni chiqarmiz shu laboratoriyadan Rudolf Yanish bilan hozir bilan. Endi Harvarddan ish birga ketdik demsakmi, shu Harvard bilan biz bilan endi equal competition bo'lib, shu endi ulardan kam emas deyman-da endi. Hozir mahkemada sizning gaplaringizni anglab, men o'zimda shakllangan sizga nisbatan faxrlik tuyg'uni qanday ifodalashimni uqmayman. Bizni naq maydonda ko'rib turayotgan ko'rurmanlarimizdan sizga shunchalik yurak so'zlarini degan qizlarimiz, yigitlarimiz, yoshlarimiz chiqib turyapti. Shularning bir yurak so'zini sizga bir yetkazib qo'yay o'tirliqda. Mana bunday so'ram bo'lsa, qanaqa so'ram bo'lsa, men aytib beray. Bo'lmasa o'zimnikini o'zim aytib, yomon nurg'un vaqtni oldim deyman. Programımızın ahırda şu görürmenlerimizden kelgen suallarını sizden sormayı Rast ashta qilinglar. Deydi şu dağlık Amerikalık profesörlerinin Uygurlar bağan juqurbasıga, kütken ümitleriga, aş faxrlik tuyg'ularga yüz kelarligidek natijalarini chiqiribdi maysamedimiz. Shunchalik faxrlandik. Degandek nurg'un maysamada ikinci sualımız kelsem çünkü vaqt münasebeti bilan suallarga o'tmasam bo'lmaydigan bo'ldi. İkinci sualımız kelsek, hozir siz 16 yilning yog'izi shu xizmat o'rningizda turyapsiz. Undan sonra hozir sizningki xizmat o'rningizda qilayotgan xizmatingizni shu xalqimiz tushungidek, bizga o'xshash kasb ahli bo'lmagan kishilar tushungidek oddiy bir tilda tushuntirib bera olasiz. Hozir nima ishlayapsiz? Hozir qilayotgan xizmatimda endi odamniki og'riqlarning qandaq bu og'riq shu miya og'irda shu bizning bosh shu qiyirganda shu aljib qoldi odam bolasi nurg'un aljib qoldichu aljib qolgan Alzheimer deydi uni ya Parkinson degan bir og'riqlar bor.
Azra bir qiyinchilik masala bo'lib qoldi. Siz davomlashtirgach gapingizni. Mushu hozir mushu adamniki g'o'l g'ujayrisi nemga shiltimiz desak, shu og'riqlarni tushundirganga. Nemishga desangiz, mushu bir Parkinson degan og'riq bor. Ya Alzheimer degan og'riqlar bor. Endi butun bularni İngilizce deydi, ularni neurodegenerative disease deydi. Neurodegenerative disease degan shu bu yishinglar cho'ng yoshda ashtaq bir og'riqlar paydo bo'lib qoldi uchun shu og'riqlarga men mushu stem sellarni shu og'riqlarga qandaq shu neyronlarni chiqarib shu boshdagi neyron shu bizning miyamizning shu sellarni chiqarib, neyronlarni chiqarib, shu hammasini shu petri idishda chiqarib, qandaq bu og'riq adam bolasining beshida qandaq boshlaydi, qandaq bu og'riq boshlanib, qandaq bu og'riq odamni mushta yo'qitib etadi. Shunga molecular mechanism deydi uni. Qandaq bu shu petri idishga shuni nim qilib chiqarib, differentiation deydi, shu neyronlarni chiqarib, shularni qarab, shunga shu og'riqni men 2001-yildan tatib ishilgan qarang. Biroq mening apam hadada deymiz. Men tuqqan apam kechiring. Shu bir og'riq paydo bo'lib qolgan. 2007-yili men apamni aklib hadamni shu og'riqni saqaytamasdan, biroq 11 yili apam beqib shu apam o'zining og'riq bilan men shu xizmatga borganda shu hadamniki og'riqni nim qilib ishlab uyga kelib hadam beqib shu Parkinson degan og'riqqa shundaq shunga research qilyapman shu vaqtgacha. Nemishga desangiz, Xudoyim ashtaq yo'lga sep qo'ydi ekan sizni. O'zingizning onangiz ashtaq siz ishlayotgan shu og'riqda o'zingizning onangiz shu og'riq paydo bo'lib, men deyman mundaq o'ylab nim qilsam, Xudoyim ashtaq avatdimki, ashtaq og'riqlarni endi mushu ishchidan og'riqni ishchidan bilsin deb ashtaq deydimkindan ashtaq deb o'ylaydim. Hozir mush onam 3 yil bo'ldi yo'qolgani. Og'riqdan men shu og'riq ishlayotgan og'riqlardan o'zimning hadam mening qo'limda tuyab qilib, mushu xalqning jutida yerlab, meshada mush Bostonda bir tuproqda shu yerlab qo'ydim. Maysamada amni sizni yaqindan jiroqdan oz to'la to'niganlarning yaxshi qarg'iningizni, shu og'riq jarayonida yanada tug'uningizni hammamiz bilamiz. Jannat opamizning yotgan yeri jannatda bo'lsin inshaalloh. Rahmat. Hozir sizning deganlaringizdan men bunda bir o'yga keldim. Sizga shunday yaxshi fursatlar, garchi to'liq bo'lmagan sharoitlardan shunday yuksalib, mushu nuqtalarga kelishingizga nurg'un yo'llaringiz ochilibdi. Xalqlar uxlab bir tushugimi kirmaydigan, talpinadigan shu professor sizning oldingizga kelib o'zi taklif qildi. Altida kalaning qo'l o'jarisini chiqaribsiz, inson qo'l o'jarisini ikkinchi qitim chiqargan bir inson bo'libsiz. Mushlarning yinida sizning o'zingizning opsi, sizni dunyoga keltirgan opangiz menga yegilash kesiliga giribdor bo'lib qoldi. Shundaqmi? Rost. Bilan o'zingizning kesilninki mencha zich aloqasi bor. Bayon siz degandek balkim sizning mushu menga yegilash kesiliga da'vo tepishda mushu sohada qo'shishingizda haqiqatan opangizning mushu og'riqlarni his qilish orqali mushu og'riqlarni tortayotgan biraylarga mushu inson mushu
maysa mutallib xizmat qilsin, bir muvaffaqiyat yarashsin deb bir ekegan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Rost. Aştaq men aştaq o'yladim. Men butun umrimda men bu yerda bundaq qoldigan odam emas. Men mushu bir kuni shu pensiyaga chiqqanda endi butun hamma odam shu pensiyaga chiqadi, shu nim xizmatlarini bitirib, shu o'zimning jutumga ketaman deb o'ylagancha burun. Mundaq qarasam qarang, mundaq qandaq siz niyim qilma desangiz, hammasi bo'lmaydi ekan. Biroq Xudoning yo'li o'zining yo'li bo'ldi ekan-da. Mush o'ylamagan, hech qachon o'ylamagan nim qilgan shu o'zimning anam og'riqlar paydo bo'lib, men mushu xalqning jutiga akilib, shu endi Boston bo'lganda bu eng butun Amerikaning ichida bu Boston eng yaxshi hospitallar ekan. Shu nurg'un og'riqlargacha. Keyinda qarasangiz Parkinson degan og'riqqa eng amdan mushu Bostondagi doktorlar mashadiki butun Amerika qaraganda mashad amdangacha. Shu eng amdan dangliq doktorlarni tepib, hammasiga ko'stib, 10 necha yil, 11 yil shu doktorlarga apirib, nurg'un vaqtlarda shu ishimdan chiqib bir 2 soat, 3 soat shu uydan aketib, doktorga apirib, yana uyga akilib, yana endi bir qo'yib, endi bir 12, 15 bir ayol o'ris gap qiladigan ayollarni men shu pul to'lab opam qaraydigan men ishda ashtaq qildim. Keyin mushu demlish kunlari shu shanba kuni, yakshanba kuni opam 13-yildan tortib 4 yil shu nimada wheelchairda shu o'zi mang'amasdan shu nim bo'lib qoldi-chu. Shu shanba kuni, yakshanba kuni baribir xizmatga borma deb vaqtlarda mundaq u ayollar shunaqa kunlar ishilmaydi. Men o'zim shu wheelchairda mushu o'zimning xizmatimga opamni akilib, bir 3-4 soat men o'tirib qarab beradi. Men shu g'o'l xo'jayinlarga ashlarni beqib, endi ularchu shu kichik bola ushlashlarchu, ularning weekendlari bo'lmaydi. Ularning dam ishlari bo'lmaydi. Ularni yeyish kerak. U tirik bo'lganligicha. Keyin shuni opam tushunadi-chu. Shu og'riqqa mening qizim mening og'rig'imga ishlayapti debchi. Tushunadi. Shu mening 10 yil ichida 10 yilda yakshanba kuni mening bilan burunlarda piyoda o'zimga kiradi. Boshqa kunlarda mushu wheelchairda bo'lib qolgandimchu, wheelchair bilan akiradim men ishimga hadamni. Shu ashni mushu tugak qolgan oldida bir ay burun ashaga yana akaldim. U vaqtida mening hadam achada eslaka, acham cho'ng hadam bor, asham hadam. Asham hadam kelib 4 yil, 5 yil mushu turist viza bilan kelib, o'zining xizmatlaridan qoldi Olmaotada. Shu bu yerda qarang, turist viza bo'lgandan keyin qo'l bo'lsa 6 oy tura oladi. Keyingi 6 oy endi kelib ketib yomon yordam qildi mening acham. Shundoq o'ylsam men keyingi vaqtlarda men uyga ketib shu Olmaotada men tuya qolsam meni g'aljat yerlab qo'yinglar. Tog'larda g'uljini yeyindilar. Nemishga desanglar, men tug'ilibman. Shundoq g'aljat qilib bo'lsam, mening buryalarim mening jutum. Mundoq sizlarga qandaq uni judiyani qandaq mushu uni mundaq tushundirolmaysizga. Ashaga borganda shu g'aljatning tog'larida g'ulji nima, g'aljat nima, tog'lar bir. Shu ashada men o'zimni boshqacha
음. Tushundim narsani. Endi chet elda bo'pmi, mayli yoshlar olsun bo'ladi deb shunda umid qilgan Amerikada yashab turib, shunchalik muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib turib, yana yuragingizning bir yeri shu tug'ilib o'sgan shu vataningizga, shu yerga tanilib turdi. Bu tuyg'uni his qilish ko'p odamlarga nasib bo'lmaydi. Chunki inson degan unutilg'oq bo'lgandan keyin o'zi qayerda yaxshi yashasa, qayerda muvaffaqiyat qozonsa, shu yerga tava his qilib ketadi ekan, ammo sizda u tuyg'u yo'q. Yanala mash tug'ilib o'sgan vataningizni, yurtingizni sevginib. Kechiringlar ya. Biroq mushu onamni mashhad yerlab qo'ygan uchun endi uyga ketadi uchun biroq mana shunaqa og'riqlar paydo bo'lib, xalqning vujudida shu og'riqlarni bo'lmasa bu shu yillarda tuya qoladi Olmaotada. Undaq og'riqlarni u Olmaotada Qozog'istonlarda bundoq tutamaydi ekan. Endi bir butun alamda eng yaxshi shaylar kelib shu vaqtlarda men deymanchu shu 90-yillarda siz o'qib eling deb jabha tortib shundoq jabha tortib ota-ona mana shunaqa o'qitib mana shunaqa nim qilgandan keyin endi tez yaxshi kun ko'rganda shu xizmatlardan pensiyaga chiqqanda bundoq og'riqlar 63 yoshda shunaqa paydo bo'lib keyin mushu siz bilan meni 4 bolamning orasida xudoyim shu mening nima deydichu kindigimizni kesatmabdika deydichu meni ahlim. Biz kindiklarni kesganda bir jip qolibdikanda bolam ashta deydi adamchu. Shu jip bilan siz meni tortib deydi. Meshak akilib shu kindigimizni shu jip bilan tortib meshak akilib man qarayapsiz, men beqotsiz bolam ashta deydi adam. Keyin mushu Parkinsonni xudoyim sizni o'stirib ashta nim qilmaganda mushu stem cell mushu g'o'g'jarni xudoyim sizni ashni o'qigan ashni nim qilib qanday qiyin o'qidingiz bolam deb ashta deydi. Keyin mushu 10 yilning ichida 11 yil men bilan birga keladi deyapam. Keyin ashni tushuntirib beradi hammasini ashta nim qilayotgan hammasini tushunadi. Keyin asha so'rab ketadi. Mush saqaydigan mumkin bormi bolam? Mush og'riqdan. Bo'ldi hada. Men sizni saqaytib olmayman. Men nimishga 20 yil bo'ldi ashna ishlayapman. Qanday sizni saqaytamayman deb ashta ketadimcha. Keyin 17-yili saqaytamasdan shu qo'limda tuya qoldi-da onam. Shu bir kuni ashta ketsa ashta dedimchi opamga. Kechirib saqlan ketay hada onam. Sizni meni ashta nim qilmayman ekan. Men sizni saqaytamayman ekan. Biroq boshqa million Parkinson bilan og'riyotgan, olji qolgan bilan og'riyotgan. Men sizga so'z berman. Ashnani saqaytib etmayman, jinim onam. Men bekor o'qidimmi shuncha yil deb ashta kits o'taganda ashta degancha men bundoq o'ylabmanchu, bundoq qarayman. Onam mana yotgan mush uyda meni anglamayotdi deb ashta deb qolibmanchu. Shunaqa nim qilib ashta yig'ilganda bundoq qarasam gap qilmay qolgan onam shu vaqtda yig'lab ashta anglabdi-chu. Kits o'zim bilan gapga ketmaganchu. Shu gapdan keyin bir 2 kundan keyin onam tiyab qoldi. Hozir har bir yakshanba kuni boraman. Endi uyga borganda qarang. Mana onam tuyagandan keyin shu ashta nim bo'lib qoldi-cha. Hozir bo'layotgan bizning shu Sharq Turkistonda bo'layotgan voqealar Uyg'urlarga kelgan shu nimlar. Hozir borganda shu tuproqda shu ashta deyman, qarang men bu alamda qilib shu bir dorilarni chiqaramdi yo birdim shu saqaytgan sizni og'riqlarni saqaytadigan ishlab ashta qilayotsam qarang.
bu iş bizning sap-saq odamlar ashta sizning mirdingiz ashta bir kunda qag'ini qarmamsiz deb ashta deb ketmaychu opamning tuproqdagi borganda. Meni Xudoyim shunga o'qitib ashta nim qilmabdiki qarangada. Meni Xudoyim shu miltingizning bir ovoz bo'lsangiz bo'lmaydi ekan deb ashta ketma shu qilayotgan ishlarga sizlar u alamda sizlarning ro'ylaringlar bilan hammasinglar bilib bo'lib bizni bu tarafda yo'limsanglar bo'lmaydi deb ashta so'rayman hozir tuproqda qolganda anamdan Maysamada ko'nglingiz yerim qilmaganda opangizni so'ndirgan ajringizni kechiring. hech yo'q, mening ko'nglim shunday yerim bo'lib ketdi. Bo'pmaymiz ota-onamizdan ayrilib qolgan, ba'zimiz ota-onamizdan ayrilib qoldik, ba'zilarning ballar qoldi vatan. Shu yerda qancha chekyotganini hammamiz bilib turibmiz. Lekin endi shuhratlanib voy ben bunday qildim, anda qildim demay shunchalik kamtarlik bilan kichiklik bilan to'xtabdi. Bu mening mush kasbni o'qishimda, mush kasallarni tadqiq qilishimda cho'qim bir Allohning hikmati bor. Men bekor qilganimda falan deb mushon idroq qilib mush nuqtalar kelganingizdan Alloh ajringizni ziyoda qilsin. Men bu yoshlarga deydigan gapim qarang, sizning ko'z so'zingizni tatib oldim. Kechiringlar, yig'lig'imni kechiringlar. Birinchi bo'lganinglar sizlarningki Uyg'ur bo'lish kerak. Mening ashta o'yimda meningdan so'rasanglar, kim bo'lmasanglar sizlar bo'la olasizlar. Endi hozir men ya doktor bo'lmayman, ya bir ya olim bo'lmayman, ya bir ekonomist bo'lamanmi. Nim bo'lma desanglar, hammasini u suyungan kasbiga ashnaqa o'qib, ashnaqa nim qilsalar, endi bizning Uyg'ur xalq undaq men o'zim ashta deyman, shunday hiqiliq xalqchu. Bizning uşaqlar shunday hiqiliq bir millat. Xudoyim jumlaq bir yerda bir kam qilsa, yana bir yerda Xudoyim bir berdikachu. Undaq shunchalik nurg'un yoshlarni ko'raman, shu vatandan kelgan nurg'un yoshlarni, ya Qozog'istondagi, ya butun O'rta Osiyodagi yoshlarni, butun dunyodagi shunday nurg'un tanishgatim. Endi bunday qarasam, shunday hiqiliq xalq bizning Uyg'urlar, yoshlar damsiz. Shu Xudoyim ashta bir hiqil beribdi-ki, bir insof beribdi-ki bizning xalqqa. Endi shunga nurg'un bizning yosh bolalar ya ota-onasidan ayrilib qoldi hozir. Hozir gidikina bizning narsid bolalar, endi uşaqlar nurg'un shu Turkiyada shu nimdan ota-onalardan ya otasi bilan ya onasi bilan ya qoldi, ya shunday bir azob qoldi. Bizning tarixni, butun tarixni, Uyg'urlarning tarixida bunday bir azob vaqtlarda bunday bo'lgan mumkin emas deymanda. Anglashqa bular endi nim qilmasdan butun insof degan mush Uyg'ur men ashta o'qib bir cho'ng odam bo'lsam bo'lmaydi-ki bu olamda. Keyin mush Uyg'urlarning tarixini o'qib, endi bizning Uyg'ur tilida gap qilib, shu butun Uyg'urcha bizning Uyg'urni hamma ya muzika damsiz, ya naqsha, ya she'rlarni hammasini unutmasdan ashta sizlarga rahmat. Ashta sizlar bir programmani yasayotgan Uyg'ur bolalarga shunday ashta bir nimani qilayotganini o'rgatayotganlarga sizlarga rahmat deydiganman. Maysamada biz endi har qancha endi yosh turimiz desakmi, bizga ilhom bo'lgan sizlardek cho'nglarimiz, g'alaba qozongan ustozlarimiz shunday yo'lboshchi bo'lib tursa, bizni voy to'xtab tura. Mushu g'alaba qozongan opashmi Uyg'urg'u, mendek Uyg'urg'u, o yezida cho'ng bo'lgan ota-onasi bog'ni sitib, kalani sitib o'qitmagan shunday Uyg'urga mening nimam
20 yıldan keyin 30 yıldan keyin shunday muvaffaqiyat qozonib Uyg'ur uchun xizmat qiladigan Uyg'urman sen desa desa faxrlanib deyalaydigan bo'laman deb menda shunday tuyg'u shakllanib ketdi hozir bir xil qaytadan o'rnimdan turadiganday cho'qim ko'rarmanlarda hammasida shunday tuyg'uni shakllantiryaptingiz siz hozir shu inkaslardan sizga rahmat aytgan sizdan faxrlanganligini bildirgan inkaslar shunchalik jiq maysamat endi aram bir topgan vaqtida oxirgi bir muhim savolimni so'rab olay endi mushu muvaffaqiyat qozonishda siz boya deb o'tdingiz birinchi bo'lib ota onamga ikkinchi bo'lib shu professor ustozimga bek rahmat aytaman deb endi Uyg'ur jamiyatida hozir mukammal bir oila qurilmasini topmoq bek tez boya degandek vatandagilarda texi yo'q bizda texi yo'q ota onamiz qoldi bolamiz qoldi degandek shunga mushu muvaffaqiyat qozonishda aile tarbiyasining bolalarga bo'lgan ta'siri haqida ozroq so'zlab beramsiz bolalarga bo'lgan ta'sir zodi qanchalik ota-onalar qo'lida bor sharoitlar bilan nimalarni qilish kerak bolalarning muvaffaqiyat qozonish uchun qanday qilish kerak yoki bizdek yoshlar o'zimizni o'zimiz tarbiyalashimiz uchun qanday qilishimiz kerak atan degan shunaq Uyg'ur atan bir boshqacha bo'ldi ekan deyman nimishga desangiz shu hamma nimani uyda o'gitadichi meni mamalarim o'gitadi bizni shu ota-onaga nim deyman bolalaringlarni o'qisin endi nima o'qimadsa nima endi kim bo'lmadisa mayli shu yaxshi ko'rganligilar o'qimal desa o'qimasak bir xizmat topolmaysiz keyin qiyinchilikda qolibgacha odam bolasi o'qimasa anashqa o'qib endi men buni kasbini o'qisam xizmat topolmayman deb bir munchalar nima ketadichi degan rostchi endi biroq sen yomon suyunsang bir kasbiga endi shundoq suyunib shu kasbiga shundoq o'qisangiz baribir xizmat topolaysiz nimishga desangiz bir kasblarni buni kasbidan nurg'un pul topolayman shuni o'qay biroq uni men yaxshi ko'rmayman degan kasbini o'qisangiz mumkin uningga ya shunaqa o'zingizning ko'ngil bormagan kasbiga siz uni baribir amdan u kasbini ishlamaysizgacha nimishga desangiz inson yaxshi ko'rgan ishini qilish kerak yoki qilayotgan ishini yaxshi ko'rish kerak mushu kasbi man pul bermaydi biroq men yomon yaxshi ko'rmaydi desangizchi u siz qandaq siz ashmush 50 yoshdamsiz 40 yoshlarga kirsangizchi shu qilayotgan ishingizni siz yaxshi ko'rsangiz u bekorgacha u pul kerak emas keyin siz bolalaringizni o'rgatganda endi bu bol degan ota-onaga qaraydi ekan bu bol qandaq ota-ona qaraydi qandaq ota-onasi shundoq qandaq qattiq ishlaydi keyin uyda shundoq ochiq urug'toqlar shundoq ochiq qo'shnilar bilan qanday nima qildi hamma nimachu butun o'zingizni hayotingiz qandoq siz yashaysiz hamma nima sizga ta'sir qildi ekan cho'ng bo'lganda hozir men qarasam bundachu mening shu avvat degan malga borganda shu men kichik vaqtimda bil cho'ng bo'lgan shu qo'shnilarim bor birmuncha qo'shnilarim uyg'ur emas chechan o'rischa so'zlayman biroq men kichik vaqtida shu qo'shnilarim bir tomoqlarga chaqirib nima qiladi shular ta'sir qilgan nimishga desangiz men hozir borsam qarang shuna xo'shal bo'lib shular bilan ko'rishman shu nim deganim shu butun sizning ya maktabda ya sizlar cho'ngroq ushoqlarga shundoq ta'sir qilsizlar nimishga desanglar qandoq sizlar ularga o'gitsiz shundoq cho'ng bo'ldi ekan bu odam bolasichi shundoq qayerda man atlikka bo'lma deb o'ylamash kerak endi plan qilish kerak biroq shu o'zinglar ishlayotgan ishinglarni shunday yaxshi ko'rsanglar shunga
Ashunun o'qinglar deganimdan ota-onalarga sizlar shu jugash bo'lib, bolalaringlarni so'yib, shu bolalaringlarga yordam qilib, qanday qiyinchilik bo'lsa, bolalaringlarga yordam qilsanglar, keyin bolalaringlardan sizlarga qaytadi. Endi bal degan, ashtaq bizning Uyg'urlar ashtaq o'stirgan bolalarni shundoq ota-onasini hurmatlaydigan. Bizning Uyg'urlar ashtaq qo'yandi. Siz bolangizni hurmatlasangiz, bolangiz sizni keyin cho'ng'anda hurmatlaydi. Ashta deyman deb o'zim. Ashta tushunmay. To'g'ri. Maysamada qimmatli taklif fikrlaringizga rahmat. Inson nimali ish qilsin, mayli nimali kasb o'rgansin, iqtisodiy kirimni o'ylash bilan birga shu kasbga bo'lgan sevgisini, men bir umrimni mush kasb bilan o'tkazalamdim degan narsani o'ylab turib o'qish kerak, kasb tanlash kerak dedingiz. Rahmat dada. Mush ko'rganlarimizdan kelayotgan bir necha savollar bor. Shu savollarni sizdan so'ray deb o'yladim. English yezibdi qarang, men bir so'ram borki, qandaq bir kitob siz kitobni o'qidigan shu G'ulg'ujayronning kitoblarini men ashta bir kitoblarni men internet orqali yezib beray. Qayerda oldigan ashtaqchi? Ashta kitoblar bor, uni yezib beray. O'zbekdan o'rganish uchun tavsiya qilgan kitoblar qaysilari deb so'rabdi-ki, bir ko'rganimiz shu kitobni yezib berma. Keyin yana nima bundaq kurs, stem cell kurs, biology kurs, ashtaq yasayli desanglar, xo'shal bilan men yordam qiladim shu yoshlarga. Bu yaxshi bo'ldi. Hozir ham sizning programmangizni ko'rayotganlar cho'qim biologiyaga, shu qo'lujaylarga, to'ralishga qiziqadigan yoshlarimiz bek chiqga. Agar mush kepangiz rost bo'lsa, mush biologiyaga qiziqadigan Uyg'ur yoshlar sizni hargiz qo'yib bermaydi jimo. Weekend mashtaq bir yashanbikini yarim soat, 1 soat ashtaq nima biology kurslarni, shu stem cell kurs demsiz. Men ashtaq nurg'un workshoplarni yasatdim-ku. Hozir mush Covid bilan nim qildim. Bir yilda 2 qatam, bir haftaga, 2 haftaga ashtaq kurs bütün olimlar, bütün boshqa mamlakatlardan, bütün Amerikadan kelib, shu o'g'indi-ku. Uni 15, 20, 18 yil bo'libdi ashtaq o'rgatganim. Stem cell kurs deydi uni. Shunga nurg'un shu yoshlarni, ularning arsida Uyg'ur yo'q, biroq bir qatam mush bo'ldi. 19-yili mushu bizning laboratoriyaga men bilmabman, Zaynab Aydin deb shu bir qiz Germaniyadan kelibdi. Uyg'ur qizga alqining shunda xo'sh ketdim-da, bir o'zim tug'ilgan singlimdek nim qilib. Mesha bir 5-6 oy ishildik billa. Mening laboratoriyamda hozir u qiz Germaniyada. Shu sana shu Uyg'ur stemlardan qatnashgan qiz deyman uni. Shunda Zaynab bilsa stem cell hozir men yolg'iz emas, Uyg'urlarning arsida shu stem cell kasbida Zaynab bor yosh. Shiklan qisaqim bo'ldi. U qiz shu Maysamada ma gapni men bek chong tutib olmay. Bugungi programmamiz olgan birinchi paydimiz siz bilan suhbatlashish bo'ldi. Bugun men yomon o'zimni yomon gap qilib ketdim. Axir jig'lab kechiring. Men o'zim bo'lgan kun sizning jutingizga chigirdash yaqin yetib ketgan o'xshaysiz. Maysamada undan biz programma oxirlashgandan keyin mush Uyg'uriston guruhidagilar bilan bir maslahatlashib, siz degan mushu kursni o'rinlashtirish to'g'riliq bir projekt qilaylik. Shu narsaga qatnashmoqchi bo'lganlar o'zida qanday shartlarni hozirlagan bo'lish kerak? Kimlar qatnasha oladi agar siz bizga bir dars o'rinlashtirsangiz? Men nurg'un bir platformalar bor. Men English bosimcha yezib, presentation qilsamchi, course presentationlarni nurg'un yasagan o'zimcha. Ashtaq presentationlarni qilib berib, ashtaq nurg'un biologistlar bo'lgandiki, ashtaq qilsam bo'ldi. Ular Englishni tushundi. Ashtaq
yarımsını Uyg'urcha, yarımsını inglizcha qilsam. Hozir so'ralgan nimalarni mana shu Sizmi inglizchani bizmi sizdan o'rganib ketamiz ashtaq qilib. Obdan, rahmat. Siz bilan paranglashib shunday xush bo'ldim. Maysam madarasi Rahmat. Biz hamda bu muvaffaqiyat qozongan Nobel mukofoti olgan bir professordan qo'lida tarbiyalangan Amerikada bir tajribaxonaning direktori degandek gaplarni hep boshqa millatlardalar, kitoblarda o'qigan bo'lgandan keyin 100 turani turib, sizning gaplaringizni anglab, to'g'ri, men bunda bir aqlli millatning bir partisiya, bunda bir tirishchan millatning partisi debchu. Haqiqatan harakatlantirgich kuch paydo qilyapmiz bizda. Mundaq o'ylsanglarchi, men deyman, men bir yezda tug'ilib, bir yezda o'sib, men bir cho'ng shalak berib, nim qilgan adam emas deymanda endi. Mundaq o'ylsanglar, shu ya G'uljidamsiz, ya Qashqadamsiz bir yezlarda shundaq bir hiqliq Uyg'urlar, shundaq bir nima chiqadi jon shu yezlardan. Anashqa men Uyg'ur desam, men shundaq bir Uyg'urlari endi bir millat turib, men kallan soatim kichigimda opam bozor ketadi degan soat 4larda bozor ketsa, soat 7ga kallan chiqirish kerakchi podaga. Men gidiykina, onu yeshimdimkindan qo'llarim og'rib ketadi. 2 kallan siyaq bo'g'icha 1 soat, 2 soat. Birasda kallanni aslida o'tirib, keyin opam kelib bozordan qanchalik sutni oldingiz desa, bunaqa ko'rsatdim-chi, manchalik chiqdi desa, "Hey, 20sini beribdi, kallangiz 20sini bermabdi-ku" dedi opam. Nimishki men bermaydi? Endi siz silab, kallanni endi amdan gap qilib, bunaqa qilsangiz bo'lmaydi bolam ashada ketadi. Maysamada küçük vaqtingizni kallanı saqlash, bir kuni Amerikadan mush kallanınki g'olib dersini chiqarishingiz o'zga mükemmel bo'lmaydi. Maysamada ko'rurmanlarimiz sizga shundaycıq salamlarni yo'llatıdı, sizdan faxrlanganlikni da'vatıdı. Uyg'ur yezikda yozganlik uchun o'qiyolmaganligimiz kechiringlar. Men hammasini aytib beringlar, shu Uyg'urcha bo'lsincha hozir Google Translate'dan o'qib, ashta hozir bilib olgan bo'ldim. Maysamada, faxrli kadimiz. Rahmat. Shundan xushal bo'ldim. Kechiringlar meni gidigina jig'ilg'inimni. Bo'pti, rahmat. Nurg'un savollarni o'qamdimda, endi men ingliz qilsanglar, men Uyg'urcha Uyg'urcha deb beradim men so'ramlarga. Ana shu kechiringlar. Maysamada men yetkazib turman sizga muhim savollarni bir ko'rurmanimiz so'rabdi. Maysamadimiz doktorlikqa Uyg'ur o'quvchi qabul qilamdi, agar qilib qolsa shartlari nima debdi. Sizmi bir Uyg'ur o'quvchiga email yozib qo'ysangiz. Yozibdi deb surib kelsa. Meni email adresim bor sizlarda, hozir yozibray. Birmunchoqlarchi, qarang, yomon nurg'un emaillarni ib ketsangiz, birmunchoqlarni ko'rmay qolsizga. Endi tezla nima email topshirib sizlarga yozmasam xafa bo'lmanglar. Keyin men baribir ko'rib nima qilma, bir Adiljon degan bir bola hozir Kanadada o'qiyapti. Shu bola men yezibdiga bir orqali yezibdi, u necha oy bo'lib ketibdi, ko'mabdimi? Keyin uni ko'rib LinkedIndan qarsam Uyg'ur bolakachi hozir shu Kanadada ishlaydi, o'qiyapti master programda. Keyin hozir shu haftada yezib, "Hey Adiljon, kechiring Jumanovkam. Men hozir ko'rqatman sizning emailingizni. Xafa bo'lmasdan men kechirib men yezam uni emailga" deb deb hozir so'zlashyapman Iqbol bilan. Shuningga ashta xafa bo'lmanglar, men ko'may qolsam deymanda. Maysamada sizdan xafa bo'lmaymiz, vaqtingizni ichidan vaqt chiqarib qaytdingiz. Ko'rurmanlar boya ekran yuziga chiqarilgan ilxat adresi, Maysamadimizning ilxat adresi, savollaringlar bo'lsa yoki bo'lmasa
Maysamedimizge şagirtlik kiretdik. Ma zamanның peşvası hem de maysamedimiz bolup kaldı diýsaňlar ilhat adersiga uçup Aha, kaldık. yüzünlama. Aha. Men mındaq email bir program arqali, yani bir nime bir başta oylagan şu biology'dan siz especially biology'dan medical field bir mındaq nime bir advice deydi o nimdesimiz advice. Aha. Tek fikir. Aşılarını basak, endi aşı amdan bulatçı endi. Aşta bir hemisi kirip hazır internet arkaly aşta kılalayımız bir programga kirsak, bir soramlan sorsa, oy munda kılsaň munda boldu, unda kılsaň unda boldu dese, aşnynga amdan bulatdy. Deýmençi, nimişki siz mundaq bir adam bilen sözleşseňiz, bir muçaklady bir nim kıyın bolup kalamdyki deýmenden-de. Amda hammamiz bir-biriye kirip, şu nim bir-birimizden ügünüp aşta kılsa amdan bolady. Bir muş alımlar bilen ya aşta bir program ýasaýdan aşta özümniň oýum bar diýçi burun. Keyin muny Uygurlarnyň şu nimler bilen ýaman nim kılıp ketdim. Endi hazır şu Uygurlarga hazır kıwatkan işga endi muny ýaşlar bir çet kaldy deýmenden-de. Boýanky keçki jogap berip gapdyma diýen Adil diýen üfküňiz hat ýazypdym ýerden sizge salam ýok. Ras. Adilcan keçirýärsiz meni. Kömek aganymny. İnşallah diýdiňizdek Maysameda muşu sizninki başçylygyňyzda muş Uygur jemgyýetideki biologiýa kesbi bilen şugullanýatgan ýaşlar bir arag kelip, keýnidiki ýaşlarga tehim bek ilham bolup bir muwaffaqyat kazangan çemberek hasyl bolsken dep oýlaýman men inşallah. Maysameda programmamyzyň ahyrda ata-analarmy teklip pikirleriňizi berip ötdiňiz. Bizdeki ýaşlarga nim diýsiz? Biz nimişlarny kılaýly, näden başlaýly? Sizdeki muwaffaqyat kazangan ana boluş üçin biz näden başlaşymyz gerek? Bizge bir teklip pikirleriňizi bergen bolsaňyz. O sizler başladyňlar, endi mundaq men nim şunday hazırky Uygur ýaşlar şuna hykylyk hamma nimini bizden amdanrak bildi, internet diýen hazır ba bir-biriňler bilen aralyşýap bütün dünýada. Endi men Uygur dep Uygurlarnyň Uygurlarga ýardam kılıňlar. Hazır garaňlar biz kimde karsaňyz endi kespi diýen sizlerniň kespiňler men nim kılmaýman. Çendi nimişki siz bärbir sizler okup bärbir bir kesbide işläp aştaq nim kılsalar nimişki saňlar hammalar şundak ýykylykçy. Kandak kesbin nim başlap kandak nim kılmaýsaňlar hammalar sizler şundak ýykylyk. Bir deýdiginim şu biz vatansiz, biz özümüzden jutumuz bolmasa, biz Uygur diýen özümüzden tilimizni ya özümüzden bütün hajaýatymyzni endi biz kandak tutumuz deýmençi endi. Onu tutulganga bizge vatan kerek. Vatanda nurgun bizden sizler oşaş şundaq nurgun ýaşlap kaldy. Hemisi bir çet memleketlerge ketip mundaq mümkün bolmaganlar nurgundan-de ýerlerde şundaq bir azap kaldy. Ular şundaq ýykylyk, şundaq çyraýlyk, şundaq şu bizniki vatandaki Uygurlarga men sizler ýaşlarga soraýdygynym şu bizniň vatanga bir ýerdam hammamiz bil bolup bir ýerdam kılsak. Kandak kılmasaňlar, nim gidikkina ýerdamçy her birimiz azrak kılsak bir vatanda kamplany ýip edip muşu endi men düşünüp durma men özüm Kazakstanda bolganki endi meniň ata-anam ýerde bolmagandyki tukallar bar. Tukallar bildiğim tukallar bar. Birak endi sizlerniň özüňlerniň
tuqqanlaringlar, sizlarning oilalaringlar hammasi ashad bo'lgandiki, sizlar bundoq gap qilolmaysizlar. Nurg'un odam bizning Uyg'urlardek qilolmaydi. Uni tushunib turman. Biroq baribir sizlar bundoq o'zinglarning itinglarni chiqarib, siminglarni chiqarib, bir yerlarda videolarni chiqarib qilsanglarmi, bundoq o'zinglarni mo'kib degandekmi, ashundoq bir xizmat qilsak, hammamiz birga ashundoq qilsak, bizning Uyg'ur degan tarixchi ming yil, 4, 5, 6 qancha ming yil boshqa millatlarga qaraganda bizning Uyg'ur degan tarix butun dunyoning tarixiga shundoq nurg'un ta'sir qilgan. Shundoq nurg'un amdan nimalarni akagan butun dunyoning tarixiga shundoq nim qilgancha, angashqa biz millat bo'lib, biz bundoq yo'qqa ketmaymiz. Biz xalqlarning yurtida bundoq ashundoq tina qolgan bir millat emas. Biz o'zimizning shundoq chiroyli yurtimiz bor. Shu yurtimizni biz saqlab, bolalarimizni Uyg'urcha gap qilib o'stirib, bolalarimizga biz Uyg'ur, bizning Uyg'urning tarixi mundaq deb ashundoq qilsanglar, endi mening deydiganim, sizlar Uyg'urlarga to'y qilsanglar bo'lmaydi. Chet mamlakatlarda nimishki desanglar, bizning o'zimizni saqlash kerak. Endi bolalarni Uyg'urcha o'rgatib, ashundoq qilaylik. Endi sizlarga hammanglarga salomatlik tilayman. Butun shu deydiganim. Rahmat. Kömürün kendi yanımda yer aldı. Siz bayağı dediniz ki, bana şunda Nobel mükafat algan profesörden ilhata ders yapmağa, ben 3 gün hiç kayıt olmaganda, bu Maysamedimizin hayatımızda tüm tüzlü kesbi hayatıda profesörler geldi, laboratuvarga apırıp koyup 6 aydılı oluyca yerin çıkırıp ketken mi degende elbette undamız. Nurg'un qiyinchiliklarınız bo'ldi. Mush kesbi hayatınızda Maysameda siz duch kelgan mushu tadqiqotingizda kasbiy hayotingizda duch kelgan eng chong raqobat nima bo'ldi? Sizga mushuni yengib o'tdim zodi degan kasbiy hayotingizdagi eng chong to'salg'u, eng chong qiyinchiligingiz nima bo'ldi? Eng chong qiyinchilik bo'lgan men shu eng qiyinchilik bo'lgan ota-onamdan arilik qilganimcha 17 yoshimdan arilik qilib, endi o'zimdan jutimdan ketgan shu eng qiyin keldi. Haqni jutida ya Moskva desangizmi o'zimning jutim emas, keyin Amerikaga kelib bu yerda o'zimning jutim emas. U desangiz, u shunaqa ig'ir keldi. Biroq men mush kasbiy deb ashaq o'qima deb kelgandiki, mashaq qilsam, amdan o'qimsam bo'lmaydi deb mush kunda ashaq deb o'ylamaychandi. Angashqa deyman, butun yuragingiz ashada qoldi-ku baribir. Shu o'zingizning qoldi-ku. Shu eng ig'ir kelganim men ota-onamdan arilib, butun umrimdan arilganimni shu eng ig'ir keldi. U qushlar ig'ir keldi. Bir qo'zg'ingiz to'qmi emasmi, u ham ig'ir keldi-ku. Biroq shu eng ig'ir kelgani shu bunaqa qarang, hamma juda tursangizchi, ya bir xo'shamchilik bir uyda bir xo'shamchiliklar bo'lganda, birning tug'ilgan kuni demsiz, ya mening singlarimning hammasining to'ylari bo'lgandimichi, men yek boramayman-ku. Keyin shundoq nurg'un ashtaq qandoq qachon borma uyga desangiz, uchib borma. Bir o'limga bormaga. Mushu 20 necha 30 yilning ichida bir o'limni nim qilmasdan, bir to'y bo'lmasdan butun o'limlarga berib kelyapman. Angashqa deyman, yomon ig'ir keldi xalqning yurtida. Nima undoq qilsa, shunday o'ylay ketsin, shu xalqning yurtida ashtaq yuravermanmi? Mushtaq nim qilsam. Bundoq o'ylasam qarang, shu onam o'z og'rib, mening qo'limga kelib, onamning umrini yana
10 yıl Xudoyim berganga men ashtaq o'qimagan bo'lsam, mana shunaqa akramatimga, shuningga ashtaq qiptiki Xudoyim deymanchu endi. Shundoq ota-onamdan ayrilib, butun tuqqanlarimning hammasini ayrilib, haqning ustida tina qolgan ashtaq bo'lsangizmichu, baribir bir Xudoyimning o'zining yo'li borki, angashqa hozir onam mashadi mush haqning ustida yetib, shu butun har bir yakshanba kuni berib, ashtaq yo'q qilganimga, uningmi bir shu Xudoyimning bir yo'li borki, angashqa u ta'sir keldi, qayerda bo'lmasangizchu, o'zingizning jutingizda bo'lmasangiz, qandaq bir chiroyli uy olsangiz, qandaq bir shundoq davomli bir xizmat qilsangiz, yuragingiz sizniki shu o'zingizning tug'ilgan yer. Mushu mayli bir yez bo'lamdi g'aljatda, mayli bir hech kim yo'qmi, do'konlar bo'lmasinchu, yeringiz shundoq ko'nglingizga, yuragingizga shundoq issiq bo'ldi ekan. Nemishga desangiz, u sizning jutingiz. Jut degan uni bir tushuntirmayman. Mushu basam shu tog'niki mushu purg'ichi, tog'niki purg'idan mushu shu tog'ning endi mana o'tasam bo'ldi, meshat qasam bo'ladi. Xudoyim meni hech narsa ololmayjimi? Meshat qog'oz qo'yg'ina deb ashta o'ylaysizga. Nima biz bu yergacha bu halamga biz bir kiyimsiz, hech kimsiz biz Xudoyim ashta yaraydi siznicha. Ota-onangiz sizni o'stirib, qandaq boyib ketmay, qandaq men hiqiliq bo'lmay, qandaq bir xizmatlarni Xudoyim hech qachon bo'lmagan yerlarga bir xizmatlarni ishlayman. Meni meni qarab, buni voy shundoq bir cho'nka desa, u bir tiyin. Meni Uyg'ur, mening ishim, men Uyg'ur desam, men Uyg'ur, men buni Uyg'urlarga birdan yordam qildim desam, ota-onamga men hurmatlimadim, ota-onam yordam qilsin desam, bir tiyin. Ketatdim da, qolmaydim yerlarda. Ketamdingizmi hozir agar mushunday g'oyalaringiz, Uyg'ur uchun xizmat qilmaydigan g'oyalaringiz bo'lmagan bo'lsa, hozir qaytib ketamdingiz? Aha, ketadim. Anamni elib, ash tuproqdan, ash o'zining jutida yerlab qo'yib, menga hech kim kerak emas. Biroq mening o'zim o'ylig'im, men mushu pensiyadan chiqib, men 70-80 yoshgacha mushu oji qag'allarning bir nemisini chiqarib, mush oji qag'al ya Parkinson demsiz, butun ya rak demsiz. Mushu qandaq og'riq bo'lsa, hammasiga yordam qilatsam, mening shu qo'l hujayra degan butun dunyoda ishlayotdi mening qo'l hujayra chiqargan. Mushu MIT chiqadim yana. 20 qo'l hujayra. Ya'ni 100 nachi IPS deydi, induced pluripotent stem cell'larni chiqadim. Hammasi butun dunyoda mening shu kim chiqadi? Amaysam chiqadi desa, shuni oldiga bo'lachu. Nemishga desa, voy uning shunday amdan deb. Butun dunyoda, Xitoyda bir 10 nachi 20 laboratoriyalarda, eng dangliq universitetlarda, Xitoylarda mening stem cellarimni akatdilar. Yaponiyada bor, New Zealandda bor, Avstraliyada bor, butun dunyoda men chiqargan o'zimning qo'limda Uyg'ur chiqargan nima. Men ashni uni maqtanmayman, biroq shu hamma men chiqargan shu qo'lg'ujar stem celllar bir og'riqlarni saqaytib, nima qilib bo'lganda, men o'zimning jutimga ketib, tog'larda qirib qolganda, tuyab qolsam, men o'zimning Uyg'urlarning bog'larida, shu ujumdamsiz, nashputdamsiz, o'rikdamsiz, ashlar bilan, qasam, men sorsangiz, mening butun Uyg'ur millatim mening qandaq burun yashadi, butun ashtaq o'zining hayotini o'zi ko'rib, hech kimning uy berib hech kim tatmadi mening Uyg'ur millatim. Hech kim bir yomon qildi, ashqi mening millatim nimishkindaq yashamaydi o'zining jutida deb shu tilaydigan shu
Şu meni sorsaňlar, men şunu tileýän. Men özümniň Uýgur milletimge özüniň jütüni öz tiş goýsa, bogtaýlap goýup goýsa, meni uşak Uýgur milletim, uşak balla özleri çoň bolup, qaýa işleýme dese, keyin ýin kelse özüniň jütüge, ýene Uýgurlaryny aşağı bir ügütüp aşağı kılsa, başga hiçdim kerek emas bu hayatda. Maysamada ömrüňiz uzun bolsun. İnşallah Allah ömrüňizni uzun tutsun. Oýlaganyňyzda aşama ýigleş kesiligi dawa tepilipdi. Dawadan tappan kimke dese Uýgur diýen bir milletniň içinde. Maysa Mutallib diýen bir alimken dep tarih betlerine ýezilip geçişge nesip bolsun. İnşallah tehime bek muwaffakyatlarny tileýmiz. Oýlaganyňyzdek aş muwaffakyatlarny bütün insaniyetke kaldyryp ýetip, Uýgurga bir şerepni, ýyly hem şerep keltirýärsiz, tehime bek tarihy bir şerepni keltirip ýetip, ana jurtuňyzga berip, 5 mubagdan birini kılıp, neçe bagny kılıp, kallanyny çomlaryny terip. Şundan güzel bir hayat nesip bolsun. Rahmet. Şu Hudaýym günleri apasyn diýmem. Birak meni bütün Uýgur milletim, bütün hemisi özüniň jütüde, özüniň Şarky Türkistanda, özüniň jütüde öz ýaşap aşta kysyn diýmençi. Bir Xitay diýen hiç kim kirgezmezden özümüz ýaşap, özümüz aşta şu bütün memleketler şu bir ýerdem kılsa, endi ýerdem kıldy diýmem, bir tarap boldy diýmän-de, şuňy tileýmän. Maysamada programımızın ahırda Rahmet. sögep, şunçilik kıymetli wagtyňyzdan 2 saat wagtyňyzdan çykyryp, Rahmet. ilham bolup, bizni tehim bek pahirlendirip, şereplendirip, program gatnaşmagyňyzga bek rahmet etme. Allah razı bolsun. Rahmet. Teňiz selamet bolsun. Sizni şunda terbiýelegen cennet tapymyzdan ýetgen ýer cennetli bolsun. Dadyňyznyň ömri tehim bek bolsun. Rahmet. Selamet bolsun Maysamada. Onda olsa bayağı ballar programı qyp bermädigen wädiňizni hergiz unutup galmaň. Ýok, unutmaýman. Onu şunak men özüm kıvatkan işimden de başka alımlar kılattım. Birak bunu biology bolgandiki men şunda hoşal bilen qyp beretdim. Rahmet sizlerge. Şuna rahmet, hoşal boldum. Rahmet sizler şu çakyryp aşta keçirýärdiňler meni Uýgur tylim şuna amdan emas. Men hiç gaçan ýezip ýa mektepke barmagan, Uýgur tyly mektepke barmagan. Endi birdimler qyp özüm bir okamsam bolmaýdyk dep aşta oýlaýman. Arapça Uýgurçyny öýrenip okumsam bolmaýdyk. Çok çyraýly rawan Uýgurçymyz bar Maysamada. Onda olsa rahmet. Kiler gittim. İnşallah ýene görüşge nesip bolar. Men bek hoş boldum siz bilen paranlaşyp. Özüm Maysamada Allah tapşyrdım. Rahmet. Allah bu hemmeňlarga endi salametlik tileýme. Rahmet hemmeňlarga. Ekran aldydyky görürmen dostlar 2 saat wagtyňlaryny çykyryp programymyzy başdan ahyry astaýdyl anlap, kıymetli teklif pikirlerini bergiňlarga rahmet. İnşallah kiler gittimlik programymyzy görüşkiçe aman bolаңlar. Hemmeňlaryny Allah tapşyrdyk. Maysamada Allah'a emanet. Bopdy, hoş. Amdan rahmet.